Uch qahramon postidan bor yo'g'i 4 yoki 5 kilometr kirganda Guliston masjidining orqasida Yevro kottejimiz chiqqan. Narxi juda ham arzon. O'ylaymanki sizlarga yoqadi. Video davomida narxini ham aytib o'tib ketaman. Mana bu zilyon zonamiz. Kiruvishda mashina qo'yishga darvozaxona, bu yoqdan asamdek kiradigan joy va bitta yotga hojatxona qilingan. Endi esa mana bu fasad ko'rinishimiz. 3 urovenda podvalimiz yaxlit qilingan. Uni ham video davomida aytib o'tib ketamiz. Endi esa ichki qismi bilan tanishamiz sizlar bilan. Bismillahirrohmanirrohim. Qurilishimiz bilan mana shunaqa kattagina hol bizni kutadi. Mana bu yoqda ham bemalol divan qo'yib, divanni zona qilib o'tirilsa bo'ladi va o'ng qo'lda sirazi kattagina panoramli okna bilan kuxnyamiz joylashgan. Hovliga qaragan zilyonli zonaga ikkita panoramli oynasi bor. Bemalol yorug' tushib turadi. Ikkinchi etajga chiqurish. Mana bu yoqda esa bitta xonamiz bor, afsuski yopiq ekan, ko'rsata olmadim. Bu yoq birinchi etaj uchun общий совмещенный sanuzel. Ko'rib turibsizlar, качественный kafelardan qilingan va eng muhimi kengina. Bu yoqda esa pastki zalimiz juda ham katta, 5 ga 6 menimcha adashmasam. Keng. Bu yoq mana televizorni qilinadigan joy. Orqa hovliga qaragan, gulxoy emas. Endi esa sizlar bilan ikkinchi etajga chiqisham. Chiqishimizda mana shunaqa chiroyli lyustralar zamonaviy kutib o'tdi bizni. Bu esa ikkinchi etaj uchun hol. Mana bu yoqda o'zini elektrika montaj qismlari joylashgan. Bu esa birinchi xonamiz ikkinchi etajdagi. Terasaga qaragan hovliga. Chiqishimiz bilan unda sirazi yana zalimiz. Bu ham ikkita oyna ko'chaga qaragan, juda ham yorug' va shinam. Mehmonlarni bemalol kutsa bo'ladi. Bu esa bizning yana bitta detskiy xonamiz. Afsuski bu gulxoy tushgan ekan. Lyustralar, radiatorlar, yangi remontdan chiqqan kottejimiz. Bu esa tepa uchun общий совмещенный санузел. Bu esa родительский komnata hisoblanadi. Kattagina podseletkalar, hamma narsamiz bor va o'zini родительский sanuzellari bilan. Ko'rib turibsizlar, bu ham noodatiy shaklda qilingan, juda ham ajoyib. Mana bu esa razmerimiz. Endi esa podvolni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Mana bu podvol qismimiz, tushirish. Bu yoqda kladovka qilsalaring bo'ladi bemalol. Bu yoq esa yaxlit kattagina qilingan. O'zlaring xohlasalaring sport zal, xohlasalaring boshqa maqsad bo'yicha bochkalar qo'yib ketilgan nafsaksluvchi. Bu esa duh konturniy kotelimiz va uyimizning yuragi desak ham bo'ladi. Mana bu yoqdan mana kattagina xohlasanglar kattagina sport zalni yoki xonalarga bo'lib ishlatsa ham bo'ladi. Agar katta oila bo'lsa, ko'rishinglar mumkin. Juda ham zo'r. To'liq ma'lumotni описаниеda qoldiraman.